Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga o'zimni ijtimoiy tarmoqlarda yasab ko'rsatgan multfilmlarim haqida gapirib, multfilmlarimdan o'qib beraman. To'g'ri qishloqda yashaymiz, lekin bu degani hamma sivilizatsiyalardan uzilib, faqat ketmon chopish yo mol boqish, qo'y boqish emas, undan tashqari ijtimoiy tarmoqlardagi ilovalardan, telefonlardagi ilovalardan foydalanib mana bunday ijod qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bu mening asosiy qahramonim. Har gal oilasi uchun halol pul topib, ro'zg'origa nimadir topib boradi. Bu qahramonim timsolida men oiladagi erkakning o'rni, ota-onani izzat hurmat qilish, oiladagi erkaklik mas'uliyatini erta bo'yniga olib, erta tushungan bir yosh haqida hikoya qilaman. U oilasiga juda ham g'amxo'r, bittagina singlisi bor va ular uchun hamma ishni qilishga tayyor bo'lgan asosiy qahramonim. Bu multfilmlar 1 minut davomida ko'rilib tugaydi. Hozir shu multfilmning to'liq versiyasini ko'ramiz. 1 daqiqaligini, qolganini keyingi videolarimizda layklaringizga qarab, sizga ma'qul bo'lgan kommentlarga qarab qo'yamiz. يا قلبي المشتاق سر للمسجد اسبق خطاي فشوقنا لم يخمد شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان. Sonu ilovasi orqali o'zimiz ham qo'shiq yaratishimiz mumkin. Mana bunday. Bir eshitib ko'ramiz. Qo'shiq qanday chiqibdi? Sevgi bilen tarif taşın Nigara toyingiz mübarek bulsun Nigara toyingiz mübarek bulsun Hammaga rahmat. Hammaga salom.